Qishloq xo'jaligidagi dolzarb vazifalar muhokamasi Vobkent tumanida bo'lib o'tgan seminarda asosan kombaynlarni g'alla o'rim yig'imiga tayyorlash, pillani qisqa fursatlarda yig'ishtirib olish va g'o'za parvarishini sifatli tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan bir qator muhim masalalar ko'rib chiqildi. Joriy yilda Buxoroda jami 65 ming gektar maydonga serhosil g'alla navlari ekilib, yil davomida har bir agrotexnik tadbir o'z muddat me'yorlarida olib borildi. Ta'bir joiz bo'lsa, har yilgiga qaraganda bu yil hosilning cho'g'i baland. Tuman hokimlari va ularning qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlari hamda sohaga daxldor bir qator korxona, tashkilot va muassasa vakillari ishtirokida Vobkentda o'tkazilgan seminar kengashda o'rim kombaynlarini g'alla 2025 mavsumiga tayyorlash, kombaynchilarning iqtisodiy manfaatdorligini oshirish, dalani hozirlash va qishloq xo'jaligidagi boshqa yana bir qator muhim masalalar atroflicha muhokama qilindi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, viloyat bo'yicha mavjud 185 ta yuqori unumli o'rim kombayni mavsum oldi birma-bir ko'zdan kechirilib, ular tayyorgarligiga yana bir bor ishonch hosil qilinmoqda. Biz bu yil g'alla o'rim yig'imini otryad usulida qisqa fursatlarda o'tkazishimiz zarur deya ta'kidlab o'tdi yig'ilishni boshqarib borgan viloyat hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Amrulla Nazarov. Shuningdek, yig'ilishda viloyat prokurori hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari mavsum mas'uliyati yuzasidan to'planganlarga aniq topshiriqlar berdi. G'alla o'rish kombaynlarimizni 21 ta ta'mirlash maskanlariga kiritib, ta'mirlash ishlarini boshladik. Ta'mirlashda UzCase, UzClass servis hamda tajribali injener texnik xodimlar berkitilib, bularni nuqson dalolatnomalari ishlab chiqildi. Hamda 5 milliard 700 million so'mlik ehtiyot qismlar talabi aniqlanib, ehtiyot qismlar bilan ta'mirlash ishlari olib borildi. 185 dona yuqori unumli texnikalarimiz, g'alla o'rish kombaynlarimiz mavsumga shay holatda keltirilib, viloyat ishchi guruh tomonidan qabul ishlari boshlandi. Shu kuni viloyatdagi tizimga bevosita daxldor bo'lgan korxona rahbarlari mavsumga tayyorgarlik borasida to'planganlarga ma'lumotlar taqdim etdilar. Yig'ilish so'ngida Buxoroda qishloq xo'jaligining boshqa yana bir qator sohalardagi qilinishi muhim bo'lgan ishlarga to'xtalib o'tildi va agrar tizim taraqqiyoti yuzasidan tavsiya va ko'rsatmalar berildi.